Aziz pensionerlar, bugungi ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Men sizga hozir juda muhim hujjat haqida gapirib beraman. Pensioner ekaningizni va pensiya olayotganingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma yoki guvohnoma. Bu hujjat oddiy qog'ozdek ko'rinishi mumkin, lekin amalda u sizning imtiyozlardan foydalanishingiz, ariza topshirishingiz, kommunal masalalarda, davolanishda, bankda, mahallada yoki ijtimoiy yordam olishda huquqingizni isbotlab beradigan asosiy dalil bo'lib xizmat qiladi. Shuning uchun men bugun har bir pensionerga aytaman. Zudlik bilan shu hujjatni olib qo'ying. Chunki ertaga kerak bo'lganda vaqt yo'qotishingiz, navbatda turishingiz yoki biror imkoniyatdan kech qolishingiz mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu yerda pensionerlar, nafaqaxo'rlar va ularning oila a'zolari uchun eng kerakli huquqiy va amaliy ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Pensioner biror idoraga borsa, undan pensiya daftarchasi, pensionerlik guvohnomasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumotnoma yoki pensiya miqdorini tasdiqlovchi hujjat so'ralardi. Odamlar pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, navbat kutib, ariza yozib, keyin ma'lumotnoma olib kelardi. Ayrim joylarda siz rostdan ham pensionermisiz? Pensiyangiz qancha? Qachondan beri olasiz? Qaysi turdagi pensiya olasiz? degan savollar berilar edi. Agar qo'lda hujjat bo'lmasa, odam yana uyga qaytardi yoki boshqa kunga qolardi. Hozir esa ko'p xizmatlar raqamlashtirilmoqda. Ma'lumotlar elektron bazalarda bor. Ayrim ma'lumotnomalarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali, Mygut orqali, pensiya jamg'armasi tizimlari orqali yoki davlat xizmatlari markazi orqali olish mumkin. Bu juda qulay, lekin bir muhim tomoni bor. Hamma idora ham sizning ma'lumotingizni bir zoomda ko'rib bera olmaydi. Hamma pensioner ham telefon yoki internetdan foydalana olmaydi. Ba'zan tizim ishlamay qolishi mumkin, ba'zan familiya, pasport, PNFL, yashash manzili yoki pensiya turi bo'yicha ma'lumotlar mos kelmay qoladi. Ana shunday paytda qo'lingizda tayyor tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, siz vaqt yutmaysiz, asabiylashmaysiz, o'zingizga tegishli huquq va imtiyozlardan foydalanishda qiynalmaysiz. Men bu masalani shunchaki ogohlantirish uchun aytayotganim yo'q. Amaliyotda ko'p pensionerlar menga bu hujjat kerak bo'lmaydi deb yuradi. Keyin birdan subsidiya, moddiy yordam, sanatoriy yo'llanmasi, bank kartasi, davolanish, soliq yoki kommunal imtiyoz bo'yicha hujjat so'raladi. O'sha paytda esa hujjat tayyor emas. Bir kun, 2 kun, ba'zan bir hafta vaqt ketadi. Agar muddat tugab qolsa, odam ariza topshirishga ulgurmaydi. Shuning uchun oldindan olib qo'yish eng to'g'ri yo'l. Avvalo, bu hujjat nimani tasdiqlaydi? U sizning pensioner maqomingizni, ya'ni davlat tomonidan pensiya tayinlangan shaxs ekaningizni ko'rsatadi. Ba'zi holatlarda hujjatda pensiya turi ham ko'rsatiladi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa turdagi pensiya. Ayrim ma'lumotnomalarda pensiya miqdori ham yoziladi. Masalan, siz oyga 1 million 200 ming so'm pensiya olsangiz, hujjatda shu miqdor aks etishi mumkin. Ba'zi idoralar aynan pensiya miqdorini bilishi kerak bo'ladi. Chunki ijtimoiy yordam yoki qo'shimcha to'lov tayinlashda oila daromadi hisoblanadi. Kimlar buni albatta olib qo'yish kerak? Birinchidan, yoshga doir pensiya olayotgan barcha fuqarolar. Chunki siz transport, davolanish, moddiy yordam, kommunal masala, mahalla, bank va boshqa joylarda pensioner ekaningizni tasdiqlashingizga to'g'ri kelishi mumkin. Ikkinchidan, nogironlik pensiyasi olayotganlar. Sizlarda ko'pincha qo'shimcha imtiyozlar, dori-darmon, davolanish, reabilitatsiya, sanatoriy, protez, ortopediya buyumlari, tibbiy ko'rik kabi masalalarda hujjat so'raladi. Uchinchidan, boquvchisini yo'qotganlik pensiya olayotgan oilalar. Masalan, bola nomiga pensiya tayinlangan bo'lsa, maktab, kollej, oliy ta'lim, stipendiya, moddiy yordam yoki boshqa ijtimoiy masalalarda bu hujjat zarur bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, pensiyani bank kartasi orqali olayotganlar. Bankda ba'zan shaxsni tasdiqlash, karta almashtirish, kredit yoki omonat bilan bog'liq holatlarda daromad manbasi so'raladi. Keling, oddiy hayotiy misol bilan tushuntiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli ota oyiga 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. U mahallaga moddiy yordam bo'yicha murojaat qiladi. Mahalla undan oiladagi daromadlarni tasdiqlovchi hujjatlarni so'raydi. Ota, pensiyam bor, hammaga ma'lum-ku deydi. Lekin komissiya hujjat asosida ishlaydi. Og'za gap bilan qaror chiqarilmaydi. Agar
otada pensiya miqdori ko'rsatilgan ma'lumotnoma tayyor bo'lsa, u shu kuni hujjat topshiradi. Agar bo'lmasa, avval pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatiga boradi, ma'lumotnoma oladi, yana qaytadi. Natijada arza kechikishi mumkin. Yana bir misol. 62 yoshli ona sanatoriyga borish uchun yo'llanma olishni xohlaydi. Undan pasport, tibbiy xulosa va pensionerlikni tasdiqlovchi hujjat so'raladi. Ona, men kartaga pensiya olaman, telefonimga SMS keladi deydi. Lekin SMS hujjat emas. SMS faqat pul tushganini ko'rsatadi. Pensioner maqomini rasman tasdiqlamaydi. Agar uning qo'lida rasmiy ma'lumotnoma bo'lsa, jarayon tezlashadi. Ayniqsa tibbiy yo'llanmalarda vaqt muhim, chunki joylar cheklangan bo'ladi. 3-misol, bir pensioner bankdan kichik kredit olmoqchi. Bank undan doimiy daromad manbasini so'raydi. Pensiya daromad hisoblanadi, lekin bank ko'pincha uni hujjat bilan tasdiqlashni xohlaydi. Agar pensioner ma'lumotnomani oldindan olib qo'ygan bo'lsa, bank xodimi ishni tezroq ko'rib chiqadi. Agar hujjat bo'lmasa, kredit masalasi cho'ziladi. Bu yerda gap faqat kredit haqida emas, balki har qanday moliyaviy operatsiyada daromad manbasini ko'rsatish zarurat haqida ketmoqda. 4-misol, nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaro dorixonadan imtiyozli dori olish yoki tibbiy muassasada navbatsiz xizmatdan foydalanish bo'yicha murojaat qiladi. Undan nogironlik bo'yicha alohida hujjatlar bilan birga pensioner maqomini ham tasdiqlash so'ralishi mumkin. Agar ma'lumotlar bazada ko'rinmasa yoki tizim sekin ishlasa, qo'ldagi rasmiy hujjat vaziyatni yengillashtiradi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz barcha hujjatlaringizni yaqinda yangilagan bo'lsangiz, elektron raqamli imzo yoki MyBookuzdan bemalol foydalansangiz, pasport ma'lumotlaringiz, PFL raqamingiz, telefon raqamingiz va bank kartangizdagi ma'lumotlar to'liq mos bo'lsa, sizda muammo kamroq bo'ladi. Lekin men baribir hujjatni olib qo'yishni maslahat beraman. Chunki raqamli tizim borligi yaxshi. Ammo real hayotda har doim ham internet bo'lmaydi. Har doim ham telefon ishlamaydi. Har doim ham idora xodimi bazadan darhol tekshirib bera olmaydi. Eng katta xato shuki, odamlar bank kartasiga pul tushgani haqidagi SMSni rasmiy hujjat deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri. SMSda faqat pul tushgani ko'rinadi. U yerda sizning pensiya turi, tayinlangan sana, rasmiy maqomingiz, idora tasdig'i bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun SMSni ko'rsatib, mana pensiyam tushgan desangiz, ayrim joylarda buni qabul qilmasliklari mumkin. Ikkinchi xato eski hujjatga tayanib yurish. Masalan, sizda 5 yil oldin olingan ma'lumotnoma bor. O'sha paytda pensiyangiz taqqas 100 ming so'm bo'lgan. Hozir esa 1,6 million so'm. Agar ariza topshirishda daromad hisoblanayotgan bo'lsa, eski ma'lumotnoma sizga zarar qilishi mumkin. Chunki unda hozirgi haqiqiy miqdor aks etmaydi. Ba'zi idoralar ma'lumotnomani so'nggi oy yoki so'nggi sana bo'yicha talab qiladi. Shuning uchun hujjatni olib qo'yish kerak, lekin kerak bo'lgan joyda uning yangiligiga ham e'tibor berish lozim. 3-nozik jihat, pasport yoki ID karta almashgan bo'lsa, ma'lumotlar mosligini tekshiring. Ba'zan odam eski pasport bilan pensiyaga chiqqan. Keyin ID karta olgan. Tizimda ma'lumot yangilangan bo'lishi kerak, lekin ayrim holatlarda eski ma'lumotlar qolib ketishi mumkin. Natijada ma'lumotnoma olishda yoki idorada tekshirtirishda muammo chiqadi. Shuning uchun hujjat olish jarayonida ism, familiya, tug'ilgan sana, PFL, yashash manzili to'g'ri yozilganini albatta ko'ring. 4-jihat, boshqa viloyatga ko'chgan pensionerlar. Agar siz bir tumandan boshqa tumanga, bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, pensiya ishingiz qayerda yuritilayotgani muhim. Ayrim pensionerlar manzilni o'zgartiradi, lekin tegishli idoralarda ma'lumotlarni to'liq yangilatmaydi. Keyin ma'lumotnoma kerak bo'lganda sizning ishingiz boshqa joyda, ma'lumot bazada chiqmayapti degan gaplarni eshitadi. Bunday vaziyatda oldindan tekshirtirib qo'yish juda foydali. 5-jihat. Ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Ba'zi pensionerlar yosh katta, kasal yoki harakatlanish qiyin bo'lgani uchun pensiyasini farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma asosida oladi. Bunday holatda hujjat kerak bo'lsa, kim murojaat qilishi, ishonchnoma amal qilishi, pensionerning shaxsiy hujjatlari borligi juda muhim. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, idora ma'lumot bermasligi mumkin. Shuning uchun qarindoshlar ham bu masalaga befarq bo'lmasin. 6-jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hujjat kerak bo'lsa, uni rasmiy manbalardan oling. Men sizga pul evaziga test chiqarib beraman. Kartangizni bering. SMS kodini ayting.
pasport rasmingizni Telegramdan yuboring degan odamlarga ishonmang. Hech qachon bank kartangiz kodi, SMS tasdiqlash kodi, parol, elektron raqamli imzo kalitini begonalarga bermang. Rasmiy ma'lumotnoma olish uchun odatda pasport yoki ID karta ma'lumotlari, PNFL va ariza yetarli bo'ladi. Agar kimdir sizdan ortiqcha pul yoki maxfiy kod so'rasa, bu xavfli belgidir. 7-jihat, elektron hujjat ham haqiqiy bo'lishi mumkin. Ko'pchilik faqat muhr bosilgan qog'ozni hujjat deb biladi. Hozir ayrim elektron ma'lumotnomalarda QR kod, elektron tasdiq yoki idora ma'lumotlari bo'ladi. Bunday hujjatni tekshirish mumkin, lekin uni telefonda saqlab qo'yishning o'zi yetarli emas. Men maslahat beraman. Elektron shaklini telefoningizda saqlang. Bir nusxasini farzandingizga yuboring. Kerak bo'lsa qog'ozga chiqarib, papkangizga solib qo'ying. Chunki ayrim joylarda hali ham qog'oz nusxa so'raladi. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, PNFL raqamingiz, pensiya kartangiz, agar mavjud bo'lsa eski pensionerlik guvohnomasi yoki oldingi ma'lumotnomangizni yoningizga oling. Agar sizning nomingizdan farzandingiz yoki qarindoshingiz murojaat qilsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, buni oldindan aniqlashtirish kerak. Ikkinchi qadam, qaysi hujjat kerakligini aniq ayting. Idoraga borganda shunchaki menga pensiya hujjati kerak demang. Menga pensioner ekanimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak yoki menga pensiya miqdori ko'rsatilgan ma'lumotnoma kerak deb aniq so'rang. Chunki turli ma'lumotnomalar bo'lishi mumkin. Masalan, birda faqat pensioner maqomi tasdiqlanadi, boshqasida pensiya miqdori ko'rsatiladi, yana boshqasida pensiya turi va tayinlangan sana aks etadi. Qaysi joyga topshirishingizga qarab kerakli shaklni tanlang. 3-qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar siz internetdan foydalana olmasangiz, eng oddiy yo'l shu. Borib shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatasiz, ariza yozasiz yoki xodim arizani rasmiylashtiradi. Sizdan ma'lumotnoma qaysi maqsadda kerakligi so'ralishi mumkin. Masalan, mahalla uchun, bank uchun, sanatoriy uchun, tibbiy muassasa uchun, ijtimoiy yordam uchun. Maqsadni to'g'ri aytsangiz, sizga mos hujjat tayyorlanadi. 4-qadam, davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish imkoniyatini ham ko'rib chiqing. Ayrim hududlarda ma'lumotnomalar davlat xizmatlari orqali ham berilishi mumkin. Bu yerda navbat elektron bo'lishi mumkin. Xodimlar arizani tizimga kiritadi. Siz hujjat tayyor bo'lgach olasiz yoki elektron shaklida olishingiz mumkin. Agar sizga qog'oz nusxa kerak bo'lsa, buni albatta ayting. 5-qadam, mytok.gov.uz orqali tekshiring. Agar sizda telefon, internet va ro'yxatdan o'tish imkoniyati bo'lsa, elektron xizmatlardan foydalaning. Buning uchun odatda telefon raqami sizning nomingizda bo'lishi, shaxsiy ma'lumotlaringiz tizimda to'g'ri chiqishi kerak. Ba'zi xizmatlar elektron raqamli imzo talab qilishi mumkin, ba'zilari esa identifikatsiya orqali ishlaydi. Agar farzandingiz yoki nabirangiz yordam bersa ham, parol va SMS kodlarini nazorat qiling. Eng yaxshisi, ular yoningizda turib yordam bersin, lekin maxfiy ma'lumotlaringizni begonalarga bermang. 6-qadam. Hujjatni olganingizdan keyin uni tekshiring. Ism familiyangiz to'g'rimi? Tug'ilgan sanangiz to'g'rimi? PNFL raqami xato emasmi? Pensiya turi to'g'ri yozilganmi? Pensiya miqdori kerak bo'lsa, raqamlar to'g'rimi? Hujjat sanasi bormi? QR kod yoki tasdiqlovchi belgi bormi? Agar bitta harf xato bo'lsa ham keyin muammo chiqishi mumkin. Masalan, familiyada bitta harf noto'g'ri yozilsa, bank yoki idora hujjatni qabul qilmasligi mumkin. 7-qadam, hujjatning bir nechta nusxasini saqlang. Men har bir pensionerga alohida papka tutishni maslahat beraman. U papkada pasport nusxasi, ID karta nusxasi, pensiya ma'lumotnomasi, tibbiy hujjatlar, bank rekvizitlari, mahalla bilan bog'liq hujjatlar, ishonchnoma nusxasi bo'lsin. Hujjatlarni tartib bilan saqlasangiz, kerak bo'lganda farzandingiz ham tez topadi. O'zingiz ham qiynalmaysiz. Elektron nusxasini telefoningizda va ishonchli farzandingiz telefonida saqlash ham foydali. 8-qadam, hujjatni qayerga topshirayotganingizni yozib boring. Masalan, mahallaga topshirdingizmi, bankka berdingizmi, tibbiy muassasaga berdingizmi, sanasini yozib qo'ying. Bu keyin qachon bergan edim, qaysi nusxa qolgan edi, yana yangisini olishim kerakmi degan savollarda yordam beradi. Ayniqsa yoshi katta insonlar uchun bunday oddiy daftar juda foydali. Yana bir muhim maslahat, agar sizga hujjatni berishdan asossiz bosh tortishsa,
xotirjam bo'ling va yozma javob so'rang. Og'zaki bo'lmaydi, chiqmayapti. Keyin keling degan gap bilan cheklanib qolmang. Iltimos, nima sababdan berilmayotganini tushuntiring deb so'rang. Kerak bo'lsa rahbar qabuliga yoziling. Ishonch telefonlariga murojaat qiling. Davlat xizmatlari orqali ariza holatini tekshiring. Siz pensioner sifatida o'zingiz haqingizdagi rasmiy ma'lumotni olish huquqiga egasiz. Agar sizning pensiyangiz yaqinda qayta hisoblangan bo'lsa, masalan ish staji qo'shilgan, ustama belgilangan, nogironlik guruhi o'zgargan yoki pensiya miqdori oshgan bo'lsa, eski ma'lumotnomaga tayanmang. Yangi ma'lumotnoma oling. Chunki ayrim to'lovlar yoki yordamlar daromad miqdoriga qarab hisoblanadi. Eski hujjat sabab sizga noto'g'ri qaror chiqarilishi mumkin. Keyin uni tuzatish uchun yana vaqt ketadi. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning oila a'zolari ham ayrim holatlarda pensiya bilan bog'liq ma'lumotlarga muhtoj bo'lishi mumkin. Masalan, to'lanmay qolgan summa, dafn puli, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki boshqa rasmiy jarayonlar. Bunday holatda merosxo'rlar yoki oila a'zolari tegishli hujjatlar bilan murojaat qiladi. Bu mavzu alohida tushuntirishni talab qiladi. Lekin asosiy fikr shuki, hujjatlar tartibli bo'lsa, oila keyin qiynalmaydi. Azizlar, men bugun sizga bitta oddiy, lekin juda muhim narsani tushuntirdim. Pensioner ekaningizni va pensiya olayotganingizni tasdiqlovchi hujjatni oldindan olib qo'ying. Bu hujjat sizga mahallada, bankda, tibbiyotda, sanatoriyda, ijtimoiy yordamda, kommunal masalalarda va boshqa ko'plab vaziyatlarda kerak bo'lishi mumkin. Kutib yurmang, muammo chiqqandan keyin yugurmang. Hozir pasportingizni tekshiring, ma'lumotlaringiz to'g'riligini aniqlang. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari markazi yoki elektron portal orqali kerakli ma'lumotnomani oling va xavfsiz joyda saqlang. Agar sizda bu hujjat allaqachon bo'lsa, izohlarda yozing, qayerdan oldingiz? Qancha vaqtda tayyor bo'ldi? Sizdan qanday hujjatlar so'rashdi? Boshqa pensionerlarga ham yordam bo'ladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir pensioner oilasiga kerak bo'lishi mumkin.